Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugungi obzorimizda 3 xil dizayndagi tritsikllar bo'ladi. Birinchi obzorimizdagi tritsiklimiz kabinasiz 1 tonna yuk oladigan hisoblanadi. Bortini uzunligi 1.75 ga, eni 1 metr bo'ladi. Yurish kilometri 60 kilometr hisoblanadi. Hozir sizlarga yuk tashiydigan tritsiklimizni ishlash va ishlatish jarayonlarini sizlarga ko'rsatamiz. Tritsiklimiz yoqqandan keyin bu yog'ida fara, dalniy, blижний, bu yog'ida chapga o'ngga поворотниклari, signali hamda bu yog'ida oldinga, orqaga yuradigan knopkasi. Hamda bu yog'imizda shu ruchnikimiz bor. Пониженный, повышенный. 1 tonna yuk olganlaringizda shu повышенныйga qo'yib bemalol yursanglar bo'ladi. Bu tritsikllimizni ishlatish jarayonlari katta 1 tonnalik tritsiklarimiz bilan bir xil. Endi bu tritsiklimizni kabina qismini ko'rib chiqamiz. Bu tritsiklimiz kabinali bo'lib, bu tritsiklimiz ham 1 tonna yuk oladi va qishin yozin mehnat qiladigan akalarimizga zo'r variant. Videoga like bosing va qo'shimcha ma'lumotlarga ega bo'lish uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling.